Assalomu alaykum, hurmatli talabalar, aziz eshituvchilar. Men Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti aniq va tabiiy fanlar kafedrasi assistenti Mingasharova Sevara Abdulla qiziman. Bugun men sizlarga funksiya va uning berilish usullari mavzudagi qisqacha ma'ruzam bilan tanishtirib o'tmoqchiman. Funksiya tushunchasi va uning berilish usullari haqida gaplashishimiz kerak. Funksiya tushunchasi o'zi nima? Agar bir o'zgaruvchi x ning har bir qiymatiga boshqa o'zgaruvchi miqdor y ning to'la aniq qiymati biror usul bilan mos keltirilgan bo'lsa, bu holda bu funksiya berilgan deyiladi. Bunda o'zgaruvchi y miqdor, funksiya x miqdor esa argument deb ataladi va quyidagicha ko'rinishda yoziladi. Ana y teng fx ko'rinishda yozilishi kerak. Funksiya y teng fx funksiyaning x argumenti qabul qilishi mumkin bo'lgan barcha qiymatlar to'plami bu funksiyaning aniqlanish sohasi deyiladi. Y funksiyaning o'zi qabul qiladigan qiymatlar to'plami bu funksiyaning o'zgarish sohasi deyiladi. Masalan, y teng sinus x funksiyaning aniqlanish sohasi barcha haqiqiy sonlar to'plamidan iborat. O'zgarish sohasi esa -1 kesmada bo'ladi. Mana bu yerda sinus x funksiyaning grafiki tasvirlangan. Mana bu uning o'zgarish sohalari, chegarasi. Mana -1 dan 1 gacha kelyapti. Bu qismi esa aniqlanish sohalari bo'lib, bu x o'q hisoblanadi va bu cheksiz davom etib ketadi. O'zgarish sohasi esa -1 orada. Mana sinus 0 da 0 ga teng, pi taqsim 2 desa 1 ga teng. Mana x da pi taqsim 2, y da 1. Y va x dagi nuqtalar tutashib, mana shu nuqta hosil bo'lyapti. Har bir tutashilgan, kesishgan nuqtalarni tutashtirib, biz quyidagi grafikni hosil qilamiz. Funksiyamiz asosan 3 xil usulda beriladi. Birinchisi analitik ko'rinishda berilishi. Bunda y teng fx ko'rinishida bu analitik usulda berilishi bo'ladi. Mana misol uchun y teng x kvadrat funksiya bu analitik usulda berilgan holati. Ikkinchisi jadval ko'rinishi bo'lib, bunda x va y larga qiymatlar qo'yiladi. X da -1, 0, 1, 3 beradigan bo'lsak, demak x -1 bo'lsa, mana bu yerda. Demak, uning kvadrati mana 1 ga teng. 0 da 0 ga teng, 1 da 1 ga teng, 3 da esa 9 ga tengligini ko'rishimiz mumkin. Bu jadval ko'rinishida berilishi. Uchinchisi esa grafik ko'rinishi bo'lib, bunda berilgan funksiyani mana shu jadvaldan foydalangan holatda x va y dagi nuqtalarini kesishdan hosil bo'lgan chiziqni tutashtirsak, quyidagi parabola hosil bo'ladi. Funksiyaning berilishiga qarab, uning grafigi turlicha ko'rinishda bo'lishi mumkin. Funksiyalarimiz bir necha xil ko'rinishlarda bo'ladi. Masalan, shu chiziqli funksiya, kvadrat funksiyalar, trigonometrik funksiyalar, logaritmik, ko'rsatkichli va hokazo ko'rinishdagi funksiyalarimiz mavjud. Hozir biz bir necha xil ko'rinishdagi funksiyalarning grafiklari qanaqa tartibda chizilishlari bilan tanishib chiqamiz. Birinchi funksiyamiz bu yerda chiziqli funksiyalar. Eng sodda, eng oson ko'rinishdagi funksiyamiz hisoblanib, bu y teng ax plus b ko'rinishida ifodalanadi. Bu yerda a koeffitsient, x noma'lum, y funksiya, b esa ozod sihat hisoblanadi. Mana bu yerda ko'rinishda, masalan, mana bu y teng -3x -1 ko'rinishdagi chiziqli funksiyamiz mana bu to'g'ri chiziqdan iborat. X teng 1 taqsim 2 x plus 5 taqsim 2 ko'rinishidagi funksiyamiz esa bu chiziqdan iborat. Bu yerda minus bo'lganligi uchun manfiy tomonga, bu funksiyamiz esa koeffitsiyentimiz musbat bo'lganligi uchun y ning musbat tomoniga o'tganligini ko'rishingiz mumkin. Keyingisi kvadrat funksiya. Bu mana ax kvadrat ko'rinishidagi funksiyalarimiz kvadrat funksiyalar deyiladi. Kvadrat funksiyalarining turlicha ko'rinishlari oldidagi koeffitsiyentga qarab kvadratlarimiz kengroq, parabolalarimiz kengroq yoki torroq ko'rinishlarda bo'ladi. Masalan, mana y teng 2x kvadrat funksiyamizning grafikiga e'tibor bering. X da 1 qo'yganimizda y ga 2. Mana 1 bu yerda 2 ga kelib tutashyapti. X da -1 qo'ysak ham y 2 ga kelib tutashadi. Agar x da 2 beradigan bo'lsangiz,
y'imiz nechi bo'ladi? 8 ga borib tutashadi. -2 bersangiz ham bu tomonda 8 ga borib tutashadi. Shu bilan mana bu qizil chiziqdagi parabolamiz hosil bo'ladi. X kvadratimiz esa bu 0 dan o'tib mana bu yerda to'liq 1 berganda 1, 2 berganda 4, 3 berganda 9 ko'rinishida ifodalanib, mana bu ko'k chiziqdagi parabolani ko'rishingiz mumkin. Yashilda esa juda ham kengroq. Demak, e'tibor bergan bo'lsak, koeffitsient qanchalik kichiklashib ketaversa, parabolamizning kengligi ham shunchalik kattalashib ketadi. Agar koeffitsient kattalashavergan sari, parabolaning kengligi shunchalik kichiklashib borishini ko'rishingiz mumkin. Bu yerda mana x kvadrat funksiyaning grafigi berilyapti. Bu esa -x kvadrat funksiyaning grafigi. Demak, agar koeffitsient manfiy bo'ladigan bo'lsa, parabolaning shoxlari pastga qaragan bo'ladi. Endi kvadrat funksiyani bu ko'rinishdagi turi ham mavjud, ya'ni ax kvadrat plus c ko'rinishidagi to'g'ri chizig'imiz, funksiyamiz bu yerda. Mana bu yerda mana x kvadrat plus 3 funksiya berilyapti. Agarda 3 qo'shilganda y o'q tomonga 3 siljigan ko'ryapmiz. Mana e'tibor beryapsizmi? Qo'shilganda 3 ko'tarilyapti. Agarda -2 bo'lsa, y dan 2 birlik pastga tushar ekan. Alohida agarda ishoramiz x kvadratni oldi manfiy, ya'ni koeffitsiyenti manfiy bo'lsa, uning shoxlari pastga qaragan va 3 qo'shilganligi uchun yuqori y ning musbat tomoniga 2 birlik ko'tarilib turibdi. Bu yerda esa 2x kvadrat mana bu yerda minus ishora borligi uchun u bir pastga qaragan va -1 bo'lganligi uchun y ning manfiy o'q tomonidan 1 birlik pastga qaragan holatda parabolaning shoxlari ham pastga qaraganligini ko'rishimiz mumkin. Bu esa ax plus m ning kvadrati yoki ax minus m ning kvadrati ko'rinishidagi funksiyalarning grafiklari hisoblanadi. Bu yerda mana 3 xil ko'rinishdagi funksiyaning grafiki tasvirlangan. Ya'ni birinchi ax plus m kvadrat. Bu yerda mana x kvadratni o'zini birinchi olganmiz. Mana qizil chiziq bilan asosan x kvadratning funksiyasi. Bu yerda x minus 6 ning kvadrati bo'lsa, demak, bu mana strelkaga e'tibor bering. O'ng tomonga siljiydi, ya'ni x o'qning musbat tomoniga qarab 6 birlik siljiyapti. Agarda x plus 3 ning kvadrati bo'ladigan bo'lsa, bu x o'qning manfiy tomoniga qarab 3 birlik siljiganligini ko'ramiz. Demak, agarda qo'shilsa x o'qning manfiy tomoniga qarab siljir ekan, ayirganimizda esa x o'qning musbat tomoniga qarab funksiyaning grafigi siljish holati yuz beradi. Bu yerda esa xuddi shu holatdagi funksiyaga k qo'shilyapti. Ya'ni ax plus m ning kvadrati qo'shilgan k ko'rinishdagi funksiya. Bu yerda mana ikkita funksiyani ko'rsatyapmiz. Bu yerda a'miz, koeffitsiyentimiz musbat bo'lgan holatda mana -16 bo'lganligi uchun endi bu yerda x o'qqa siljirdi, m qo'shilsa yoki ayrilsa x o'qqa aloqador. Endi k qo'shilsa yoki ayrilsa, bu y o'qqa aloqadorligini ko'rishingiz mumkin. Mana 16 ayrilganligi uchun u y o'qning manfiy tomoni bilan 16 birlik siljiyapti. Agarda bu yerda mana 23.4 qo'shilganligi uchun y o'qning musbat tomoniga siljish holatini ko'ryapmiz. Va mana ishora parabolamiz koeffitsient manfiy bo'lganligi uchun parabolaning shoxlari pastga qaraganligini guvohi bo'lishingiz mumkin. Va shunga o'xshash mana kubik parabola, logaritmik, ko'rsatkichli funksiyalarimiz mana shu ko'rinishda grafiklarni hosil qilamiz. Bu grafiklar hammasi o'sha birinchi ko'rsatgan jadval ko'rinishida berilgan usuldan foydalanib topiladi. Mana trigonometri funksiyaning grafiklari, mana sinus x ni boya ham ko'rgandik. Sinus x funksiyamiz aniqlanish va o'zgarish sohalari keltirilgan chizmalar bilan tasvirlab ko'rilgan. Ya'ni mana x 0 dan 0, pi taqsimkida 1 ga teng, pi dan 0 ga teng va hokazo. Manfiy qismi ham shunday ko'rinishda bo'ladi. Keyingisi esa cosinus x funksiyamiz esa qarang mana 0 da 1 ga teng. Sinus x'imiz pi taqsim 2 da 1 ga teng edi va 0 dan o'tgan edi. Bu yerda esa cosinusimiz 0 dan o'tmagan.
Demak, 0 da 1 ga teng bo'lgani uchun bir birlik yuqoriga siljiganligini ko'rishimiz mumkin. Uning ham aniqlanish sohasi minus cheksiz cheksiz orada, qiymatlar sohasi esa minus 1 ekanligini guvohi bo'lyapmiz. Keyingisi mana tangens x funksiyamiz. Bu tangens x funksiyamiz esa quyidagicha ko'rinishda ifodalanadi. Bular aynan uzlukli funksiya hisoblanadi. Ular kosinus bilan sinusga o'xshab uzluksiz emas. Bu funksiyalar uzlukli funksiyalar bo'lganligi uchun quyidagi chizmalar bilan ifodalanadi. Kotangens x esa tangensning teskari holati, tomonga qaragan holatda bo'ladi. Bu ham uzilishga ega bo'lgan funksiya hisoblanadi. Demak, asosiy funksiyalarimiz, tushunchalarimiz shulardan iborat edi. Barchangizga e'tiborlaringiz uchun rahmat.